O'zbek YouTube kanali obunachilari, sizlarga bu videoda YouTube kanaliga shorts video yuklashni o'rgataman. O'tgan videoda YouTube kanalini ichini sozlab, to'g'ri sozlashni o'rgangan edik. Endi bugun YouTube kanaliga to'g'ri shorts video yuklashni o'rgataman. Buning uchun YouTube ga kirib olamiz. YouTube platformasidan o'zingizni xohlagan kanalingizga o'tib olasiz. O'zingiz monetizatsiyani yoqmoqchi bo'lgan kanalingizga kirib olasiz. Siz tugmasiga bosasiz. Men Perfect ASMRdaman, shunga yuklab ko'rsataman. Pastga tushasiz, videolaringiz tugmasiga bosasiz. Endi bu yerga kelganingizdan so'ng shorts bo'limi bo'ladi. Agar siz videoga yuklamagan bo'lsangiz, asosiy bo'limida turgan bo'ladi, video yo'q bo'ladi. Yaratish tugmasi bo'ladi. Menda hozir yo'q. O'shaning uchun plus tugmasini bosaman. Pastda turibdi. Shu tugmaga bosasiz. Bu yerda mana ko'rsatyapti. Bu yerda mana hozir ko'rsataman. Bu yerda qisqa video bo'limida turibmiz. Bu yerda video bo'limi bor va jonli efir post bo'limi bor. Mana video bo'limiga o'tyapman. Shorts video bo'limiga o'tsangiz mana bunaqa long video yuklaysiz. Qisqa bo'limida o'zingiz yuklaysiz. Shuning uchun ularda jonli efir post bo'limlari bor. Hozir qisqa video yuklashni biz hozir qisqa video yuklayotganimiz sababli qisqa video bo'limiga o'tamiz va kiritish tugmasiga bosaman. Kiritish tugmasiga bosganimdan so'ng mana yonimizda turibdi. Short video yuklayotganingizda sizning videongiz 60 soniyada olmaslik kerak bo'ladi. Tayyor tugmasiga bosasiz. Tayyor tugmasiga bosganingizdan so'ng keyingisiga bosasiz. Keyingisiga bosganingizdan so'ng endi bu yerdan eng asosiy joyiga yetib keldik. Bu yerda mana hozir chiqadi. Menda internet yaxshi emas. Sizlarda internet yaxshi bo'lsa tezroq bo'ladi. Mana chiqdi. Endi bu yerda qisqa video nomi. Shu joyiga bosamiz. Mana shu joyiga xohlagan videoyingizni yaxshiroq nom yozasiz. Aniq qilib sizga aytadigan bo'lsam, bu yerga qisqa va lo'nda chiroyli yaxshi nom yozing. Har doim YouTube ko'radigan odam shunday YouTube'ga kirganda sizni videoyingiz rekomendatsiyadan chiqib qoladigan bo'lsa, sizni yozuvlaringizni o'qiydi. O'zingiz ham o'qib ko'rgan bo'lsangiz kerak, xohlagan nomingizni yozing. Men shunchaki telefon deb yozib qo'yaman. Mana yozdim. Xohlasangiz mana bunaqa hashtaglar qo'shishingiz mumkin. Endi mana bu yerda yonida nomni yonida mana ruchkacha turibdi. Shunga bosasiz. Bu yerga bosganingizdan keyin bunday joy chiqadi. Xuddi shu joyga masalan siz YouTube ko'rib turganingizda YouTube'dan video chiqqanda o'sha videoni ustidagi obloshkasi, thumbnail. Mana xohlagan mana mashetini belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, YouTube'ga kirganda shu video chiqadigan bo'lsa, xuddi shu rasm bilan ko'rinadi o'sha odamga. Manetini belgilasangiz shunaqa bo'lib qoladi. Xohlagan joyingizni belgilab qo'yishingiz mumkin va tepadan pitishga tugmasiga bosasiz. Bosganingizdan so'ng yana tugmasiga bosib, mana bu yerda kanal turibdi. Mana bunga bosasiz va hammaga ochiq tugmasini bosib qo'yasiz. Va mana bunga bosasiz. Bolalar yo'q, bolalar uchun yaratilmagan. Buni ochib 18 yoshdan kichiklarga ham bo'ladi deb qo'yasiz. Keyingisida mana bu yerga kirasiz. Mana bu joyga. Xohlaganingizni tavsiya yozishingiz mumkin. Tavsiya beraman. Shorts videoga xohlasangiz tavsiya yozing, yozmang. Yengil qilib yuklagan yaxshi shorts videoni. Xotira katta bo'lib ketadi. Pastga tushasiz, timay tushasiz.
Oxirida mana brend bor. Bunga ham tegmaysiz. Agar xohlasangiz bunga tegib yo'qni bosib qo'ysangiz, brend reklamasi yo'q bo'ladi. Pul ishlash yo'q degan bu. Daromadga chiqsangiz ham shunga teyursangiz, siz kanalingizdagi videolarga YouTube reklama bermaydi. Shuning uchun bu kanalga bunga tegmaysiz va mana bunga kirasiz. Bulardan hech qaysiga tegmay mana bu bo'limga o'tib, mana buni yoqib qo'yasiz va chiqib oxiridagiga kirasiz va AI ga o'tasiz, yo'qni bosasiz. Bu degani videoyingizda AI ishlatilmaganmi? Shunaqa. Teglar. Xohlasangiz teg kiriting. Teg degani siz videoyingizda YouTube ga yuklaganingizda, masalan siz Ronaldo haqida video ko'rmoqchisiz, YouTube ga kirib qidiruvga Ronaldo deb yozdingiz. Ronaldoga atalgan videolar chiqdi. O'sha videolarni yuklayotgan odam shu joyiga Ronaldo so'zini yozgan bo'ladi. Ronaldo ham teg. Bu yerga o'zingizni videoingizni nomiga oid teglar yozishingiz mumkin. Iloji boricha maslahat beraman. ChatGPT ga kirib, mening videoim bunaqa shu videoga nom, tavsif, teglar kerak, shuni yozib ber deb turib, olib kelib birboshdan joylashtirsangiz bo'ladi. Maslahatim, birinchi yuklayotgan shorts videoingizga teg qo'ymang. Ko'tarilmaydi. Va mana pastda mana bu yerda qisqa videoni yuklash bor. Shunga bosasiz. Shu bilan qisqa video yuklanib ketadi. Agar kanalimizdagi videolar yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.